Alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taoloning izni bilan mana bugun birinchi bobning oxirgi aqsomi fe'l noqislar haqida gaplashamiz. Ovoz yaxshimi? Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mana bugun Allohning izni bilan birinchi bobning aqsomlaridan oxirgisi bo'lgan fe'l noqis haqida sizlar bilan batafsil gaplashamiz inshaalloh. Xo'p, fe'l noqisni o'tgan zamon shaklidan boshlaymiz. Qolgan fe'llarni ko'rganimizdek o'tgan zamon shaklini birinchi ko'rib chiqamiz. Birinchi bob bo'lganligi uchun bunda ham biz nimadan foydalanamiz? Kataba fe'lidan foydalanamiz. Kataba fe'lini o'tgan zamon shaklini yozib chiqamiz. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Endi hozircha faqat g'oyibini yozib turib ishlab olsak, endi bunga noqis fe'llardan da'ava fe'lini moslab qo'yib olamiz. Da'ava, da'ava. Bundan ham Xo'p. Da'ava, da'ava, da'avu, da'awat, da'awata, da'awna. Ana shunday. Da'awna. Mana shu shaklga keltirib olamiz. Endi e'tibor qiladigan bo'lsak, vov fathali o'zidan vov harakatli o'zidan oldingisi fathali. Bu yerda illatli harfni alifga qalb qilib yuborishimiz kerak bo'ladi. Alifga qalb qilib yuborishda biz so'z o'rtasida bo'lganda mana bunday alif ko'rinishda mana bunday alif ko'rinishda qalb qilaverardik. Lekin so'z oxirida bo'lsa qaraymiz. Agar vov bo'lsa mana shu ko'rinishda qalb qilsak bo'ladi. Agar yo bo'lganida mana bu ko'rinishda qalb qilar edik. Shunga buni bemalol katta alif ko'rinishda qalb qilsak bo'ladi. Natija da'a bo'ldi. Da'a, ya'ni vov harakatli oldi fathali bo'lganligi uchun alifga qalb qildik. Endi ikkiligida ham ayni shu qoidani ishlatishimiz mumkin edi, lekin bizga mana bu alif xalaqit beradi. Agar oldin ham aytdik, biz bundan oldin ismi olatda aytdik, noqis ajvah fe'llarida xuddi shu kabi bu yerda vov yoki yodan keyin alif keladigan bo'lsa, vov yoki yoni harakat fathali bo'ladigan bo'lsa, uni tashlab yubora olmaymiz, o'zgartira olmaymiz. O'z holatida qoladi. Ya'ni da'a, da'ava bo'ladi. Endi ko'plik shakliga keladigan bo'lsak, vov harakatlik oldi fathali, alifga qalb qilamiz. Da'au bo'ldi. Da'au bo'ldi. Endi ikki sukun jam bo'ldi, ijtimoiy sokinayn. Bu yerda illatligini tashlab yuborishimiz kerak edi, ikkitasi ham illatli bo'lib turibdi. Endi qaysi birini tashlab yuboramiz degan savolga, mana bu vov ish harakatni bajaruvchisi, ya'ni foili bo'lganligi uchun mana bu alifni tashlab yuboramiz. Natija da'au bo'ladi. Da'au, ya'ni da'a, da'ava, da'au holatiga keladi. Da'avat deb da'avatga keladigan bo'lsak, vov harakatli oldi fathali, buni ham nimaga qalb qilamiz?
alifga qalb qilamiz. Da'at bo'ldi. Ijtimoiy sokinayn bu yerda bittasigina illatli bo'lganligi uchun bu yerda ikkilanishsiz nimani tashlab yuboramiz? Illatli harfni tashlab yuboramizda natija da'at bo'ladi. Da'at. Endi ikkiligiga keladigan bo'lsak, ikkiligida birligiga qiyos qilamizda, birinchi mana alifga qalb qo'yib olaylik. Da'ata bo'ldi. Da'ata vav harakatli, oldi fathali bo'lganligi uchun alifga qalb qildik. Da'ata bo'ldi. Endi e'tibor berib turinglar. Mana bu oxirdagi alif bu ikkilikni alifi edi. Mana bu t muannaslik t'si edi. Muannaslik t sukunli edi. Shuni inobatga olgan holatda ikkiligida ham birligiga qiyos qilib alifni tashlab yuboramiz. Ya'ni da'ata ko'rinishiga keltirib qo'yamiz. Da'ata ko'rinishiga. Da'ata bo'lmaydi. Da'ata bo'ladi. Da'ata. Bu yerda ham nima tushib qoladi? Alif tushib qoladi. Endi ko'plik shakliga keladigan bo'lsak, da'auna bu yerda biror bir elol qoidani buzmayotganligi uchun, biror bir elol qoidaga xilof kelmayotganligi uchun shundayligicha qoldiramiz. Bu degani, buni pastidagi qolgan 8 ta ham xuddi shundayligicha qoladi, o'zgarmaydi. Chunki qolgan 8 tasida ham vav sukunli keladi, o'zidan oldingisi fathali keladi. Endi birgalikda natijalarni tushunsak, da'a, da'ava, da'au, da'at, da'ata, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna bo'ladi. Mana shu shaklda biz bemalol noqis fe'llarini olishimiz mumkin bo'ladi. Ma'nolariga to'xtaladigan bo'lsak, da'a chaqirdi, u bir erkak, da'au chaqirdilar, ular erkaklar, da'auna chaqirdilar, ular ayollar. Da'auta chaqirding, sen bir erkak mazmunlarini ifoda etadi. Endi o'tgan zamon fe'lini majhul siyg'asiga o'tadigan bo'lsak, ma'lumi xuddi shu shaklda bo'ladi. Majhul siyg'asiga o'tadigan bo'lsak, hozir o'chirilgan mansabni yaxshi o'chirmayapti. Xo'p. Endi buni majhuliga keladigan bo'lsak, majhulida bunda ham katabadan foydalanamiz. Kutiba, kutiba, kutibu, kutibat, kutibata, kutibna shaklida bo'ladi. Endi buni da'a fe'liga, ya'ni da'ava fe'liga solib chiqadigan bo'lsak, du'iva, 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 du'ivu bo'ladi. Du'ivu bo'ladi. Muannasi bo'lsa du'ivat, du'ivata, du'iuna bo'ladi. Ana shu shaklda bo'ladi. Endi kalimani lom barobarida ya'ni fa'in lom, kalimani lom barobarida vav harf kelib, o'zidan oldingisi kasrali bo'ladigan bo'lsa,
Xo'p. Endi kalimani lom barobarida vov harfi kelib, o'zidan oldingisi kasrali bo'ladigan bo'lsa, o'zidan oldingisi kasrali bo'ladigan bo'lsa, bu vovlarni yoga qalb qilishimiz kerak bo'ladi. Mana sizlar bilan birgalikda qalb qilib chiqamiz. Xo'p. Du'aya, ya'ni vov kalimani lom barobarida o'zidan oldingisi kasrali. Du'aya, du'aya, du'ayu, du'ayat, du'ayata, du'ayna, du'ayna. Ya'ni vovlarni yo'ga almashtirib chiqdik. Sababi kalimani lom barobarida vov harfi kelsa, uni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Kalimani lom barobarida vov harfi kelib, qo'shimchasiga o'zidan oldingisi kasrali bo'lishi kerak. Shunda vovni yo'ga qalb qilishimiz kerak bo'ladi. Yo'ga ham qalb qilib oldik. Du'aya, biror bir elol qoida ishlatmasak ham nahvu sarf qoidalariga to'g'ri turibdi. Du'aya ham shunday, lekin du'ayuda biroz ishkal bor. Chunki yo zammani ko'tara olmaydi. Yo zammani ko'tara olmaganligi uchun tashlab yuboramiz. Du'ayu bo'ladi. Du'ayu bo'ladi. Endi bundan oldingi ma'lumida ham aytib o'tganimizdek, biz mana bu foilni, ya'ni majhulga o'tganda noib foilga o'zgargan, mana bu vovni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Saqlab qolishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz mana bu yoni tashlab yuboramiz. Natija du'ayu bo'ladi. Du'ayu. Endi vov sukunlik oldi kasrali bo'lsa, vovni yo'ga qalb qilamiz degan qoidamiz bor. O'sha qoidaga tushib qoladi agar shu holatda qolsa. Shuning uchun o'zidan oldingisini kasrasini o'chiramizda, chunki vovni saqlab qolishimiz kerak. Vovni saqlab qolish uchun o'zidan oldingisi kasra bo'lmasligi kerak. Agar o'zidan oldingisi kasrali bo'ladigan bo'lsa, biz bu kasrani o'chiramizda o'rniga zamma berib qo'yamiz. Natija du'u bo'ladi. Ya'ni birligi du'aya, ikkiligi du'aya, ko'pligi du'u bo'ladi. Muannasiga o'tadigan bo'lsak, du'ayat, biror bir elol qoidaga ehtiyojimiz yo'q. Du'ayata, du'ayna. Du'aynada ham yo kasrali yo sukunlik oldi kasrali bo'lganligi uchun bu hech qanday elol qoidaga ta'sir o'tkazmaydi. Shuning uchun shundayligicha qoldiramiz. Davomi ham xuddi shu tartibda tuslanib chiqadi. Ya'ni du'ayta, du'aytuma, du'aytum, du'ayti, du'aytuma, du'aytunna, du'aytu, du'ayna. Ya'ni boshdan tuslab chiqadigan bo'lsak, du'aya, du'aya, du'u, du'ay, du'ay, du'u, du'ayat, du'ayata, du'ayna, du'ayta, du'aytuma, du'aytum, du'ayti, du'aytuma, du'aytunna, du'aytu, du'ayna. Ma'nolariga keladigan bo'lsak, du'aya chaqirildi, da'vat qilindi, u bir erkak. Du'u chaqirildilar, ular erkaklar. Du'ayna chaqirildilar, ular ayollar degan mazmunlarni ifoda etadi. Shu bilan fe'li noqisimizni o'tgan zamon fe'li ma'lum hamda majhuli o'z nihoyasiga yetdi. Bu fe'llarda ham 5 ta fe'lni o'tgan zamon holatda daftarga yozishimiz kerak bo'ladi, vazifasini batafsil bajarishimiz uchun. Inshaalloh keyingi darslarimizda muzoriylar va boshqalari haqida batafsil gaplashamiz. Bugungi darsimiz o'tgan zamonni o'zi edi. Darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.